Bugungi videoyimizda biz o'qituvchilar o'z o'quvchilarining e'tiborini jalb qilish va darslarda muvaffaqiyatga erishishi uchun foydalanadigan 5 ta ajoyib usulni jamladik. O'ylaymizki, video sizga yoqadi. Videoni boshlashdan oldin, shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Derby Herkens Gollandiyadagi o'rta maktabda biologiya o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 38 yoshli o'qituvchi o'z tanasidan foydalanib, ko'pchilik o'quvchilar uchun zerikarli va qiyin bo'lgan darsni yanada jozibali va tushunarli qilib ko'rsatdi. Biroq ayol o'qituvchining kiyimlari ostida tanani o'rab olgan va suyaklari, ichki a'zolari va mushaklari ko'rsatilgan kiyim bor edi. Derby Herkensning aytishicha, u biologiya darsida o'quvchilarga inson tanasi tuzilishini qiziqarli tarzda tushuntirishga yordam berish uchun ko'rgazmali material izlayotganda bu maxsus tayyorlangan kiyimga duch kelgan. Derby, agar u videolarni YouTube'ga yuklasa, darsni ko'proq talabalar ko'radi deb o'ylagan va videolarni internetga yuklagan. Ushbu videolar u kutgandan ham ko'proq e'tiborni tortdi va videoni millionlab odamlar tomosha qilishni boshladi. Gollandiyalik ayolning usuli keyinchalik turli o'qituvchilar tomonidan qo'llanildi. O'qituvchilar ko'pincha o'quvchilarga yangi tushunchalarni tushuntirish uchun doskaga rasmlar chizadilar. Ammo Amerikadagi kimyo o'qituvchisi terisining noodatiy holati tufayli buning uchun o'z terisidan foydalanadi. Uoller terisining allergik reaksiyasidan foydalanib, o'qituvchi qo'liga kerakli formulalarni yozadi. Garchi ko'pchilik 31 yoshli o'qituvchi o'ziga ziyon yetkazmoqda deb o'ylasa-da, Zoe buning zarari yo'qligini aytadi. Bu esa o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirmoqda. Biz bolalarni jalb qilishning g'ayrioddiy usullarini topish chegaralarini chetlab o'tgan o'qituvchi bilan davom etamiz. Tailandlik 29 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Terapxong Mesat har kuni bu ajoyib kostyum va bo'yanish bilan darsga keladi. Belli nomi bilan ham tanilgan o'qituvchi xato qilishdan qo'rqqan o'quvchilarni tinchlantirish uchun bu usulni tanlaganini aytadi. Ta'kidlanishicha, qandaydir tarzda o'z maqsadiga erishgan o'qituvchi g'alati usul bilan bo'lsa-da, endi o'z sinfidagi barcha bolalar uchun qiziqarli o'qituvchiga aylandi. Dunyoning ba'zi joylarida o'qituvchilar bolalarning e'tiborini jalb qilish uchun o'zlarini har xil ko'ylarga solayotgan bir davrda ba'zi mamlakatlarda o'rganishga ishtiyoqli bolalar qashshoqlik bilan kurashmoqda. Buning yorqin misollaridan biri Afrikaning Gana mamlakatida sodir bo'lgan voqeadir. Akoto bolalarga kompyuterdan foydalanishni o'rgatmoqchi edi. Biroq maktabda buning uchun hatto atiga bitta kompyuter yo'q edi. Yosh o'qituvchi buni to'siq sifatida ko'rmadi va doskaga bor bilan chizgan so'z ekranida bilganlarini tushuntira boshladi. Uning bu saxiy harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Microsoft maktabga notebook va ish stoli kompyuterini yubordi. Barcha dasturlardan bepul foydalanishlari mumkinligini e'lon qildi. Keyin bir xayriyachi barcha talabalarga notebook berdi. Albatta, doskadan haqiqiy kompyuterga o'tganligini bilgan o'quvchilar juda ham xursand bo'lishdi. Turkiyaning Adana viloyatidagi bolalar bog'chasi o'qituvchisi Sezin Karazenjer o'quvchilari uchun unutilmas sovg'a tayyorladi. Bolalardan orzularini chizishini so'ragan o'qituvchi Sezin bu rasmlarni ustaxonaga berib, haqiqiy o'yinchoqlarga aylantirdi. Sovg'a berish kuni kelganida bolalarning orzularidagi o'yinchoqlarni sovg'a qilgan Karazenjer ushbu sovg'alarning barcha to'lovlarini o'z cho'ntagidan to'ladi. Videoning oxirida sizga bir savolimiz bor. Siz yaxshi ko'rgan va hech qachon unuta olmaydigan o'qituvchingiz kim edi? Shu o'qituvchining ismini albatta izohlar qismida yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr,
Salomat bo'ling.